Adiyat suresi Mekke'de nazil bo'lgan jami 11 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. G'ozilarning dushmanga hujum qilishida asrab yugurguchi, qattiq yugurganlikdan tuvoqlardan o't chiqarguchi, atiganda dushman ustiga bostirib kirguchi, qattiq chapqanlıqdan to'pichang chiqarguchi, shu to'pichang bilan dushman to'pi ichiga kirib ketguchi otlar bilan qasamki, inson haqiqatan Parvardigorning ne'matlarini shaksiz inkor qilguchidir. İnsan haqiqatan uningga, ya'ni Allohning ne'matini inkor qilganligiga albatta o'zi guvohdir. İnsan pul molga intayin herisdir. Qabrlardagi o'liklar sirtqa chiqarilgan, dillardagi sirlar oshkora qilingan chog'da ularning hamma ahvolidan Parvardigorining haqiqatan xabardor ekanligini bu nodon inson bilmamdi.